qiz bola narsa nima bor, baribir kimdirga erga tegib ketasan, undan ko'ra narxozga kirib o'qi deydigan ota-onalar ushbu podkastni oxirigacha ko'ringlar. Olimpiada yoki bilimlar bellashuvga o'zim borib kelardim. Buxorodagi oddiy bir maktabda o'qib, $1,500 ga NYU Abu Dhabiga $320,000 grant yutgan Sevara siz bo'lasiz. Eng quvonarlisi, ularga ham hech qanaqa pul to'lanmaysiz va hammasi o'sha universitet tomonidan qoplab beriladi. Demak, SAT u yoqda tursin, IELTS u yoqda tursin, sizlarda ingliz tili ustoz bo'lmagan. Kimdan o'rgangansiz uni ingliz tilini? Chet elga o'qishga kiraman deb eslimda 10-sinfda aytganman, lekin hech kim ishonmagan bu narsaga. SAT haqida sizga kim aytdi, qayerdan eshitdingiz? Menga 100% grant berishgan, $2,000 to'lamaganman. Ota-onangizga qanaqa qilib tushuntirdingiz Toshkentda SAT borligini? Ota-onangiz qanaqa qilib sizni Toshkentga qo'yib yuborishdi? Bitta onam meni qiz bola bo'lishimga qaramasdan doim qo'llab-quvvatlab deb kelganlar. Nimaga faqatgina NYU Abu Dhabiga? Oylik o'rtacha bo'lsa ham $1,000 kurs olganman. Demak, siz 3 ta semestr bu degani 1,5 yil Nyu-Yorkka borib bemalol o'qiy olasiz. Shunaqa. Oddiy maktablardan ham oldin aytib o'tgandek resurslaringizni 100% foydalana olsangiz, ketishni iloji bor deb o'ylayman. Demak, prezident maktabida bolalari ketyapti degani faqatgina prezident maktabida bolalari ketadi degani emas. O'sha Farg'onani o'sha chekka qishlog'idagi maktabda o'qiydigan o'quvchilar ham ketsa bo'ladi. Ketsa bo'ladi. Lekin ustozim aytgandek, sani ota-onangni anaqasida kartasida $10,000 pul bormi deganda yo'q deganman. Uni sen kira olmaysan deganlar. Demak, bu yerda pul rol o'ynamaydi. Yo'q. Pul hamma narsani hal qilmaydi. Hamma narsani yordam berishi mumkin, lekin usiz ham eplasa bo'ladi deb o'ylayman. Assalomu alaykum barchaga. SAT Makon podkastini 2-soni. Bugungi mehmonimiz Sevara, ya'ni NYU Abu Dhabiga, New York universitetining Abu Dhabidagi filialiga 100% grant asosida, ya'ni $340,000 grant asosida kirgan o'quvchimiz. Assalomu alaykum Sevara. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mening ismim Sevara Yo'ldasheva. Shu yili New York universitetining Abu Dhabi kampusiga 100% grant asosida qabul qilinganman. Xo'p, Sevara, keling, bugun o'sha qanaqa qilib 2 yil gap year olib, misol uchun siz 2 yil oldin maktab tugatgansiz, to'g'rimi? Maktab tugatib 2 yil davomida nimalar qildingiz va o'zi IELTS, SAT haqida qachon eshitdingiz, qachon boshladingiz, shu haqida bitta gapirib bersangiz. Aslida buxorolikman va oddiy maktabda o'qiganman. IELTS va SAT haqida kechroq bilganim uchun ham 2 yil gap year olganman. 9-sinfda IELTS haqida ma'lumotlar olganman va hali u paytlar chetga topshirish haqida yoki bunaqa college application haqida hech qanaqa informatsiyam bo'lmagan. IELTS topshirganman birinchi marta 10-sinfning oxirida va 7 ball olganman. Keyinchalik esa SAT preparation boshlangan va SAT ni aslida 4 marta topshirganman va oxirgi marta undan avval ko'plab o'quv markazlarida o'qiganman va o'tgan yili oktyabr oyida 1 oy davomida SAT makonda ham o'qiganman va o'shandan keyin oktyabrda 1500 olganman. IELTS ni esa retake qilganim uchun, ya'ni 2 yildan keyin expire bo'lib qolgan. Uni 7,5 olganman va o'tgan yili shu akademik baholar bilan topshirganman. Xo'p, demak siz IELTS 7,5 va SAT'ingiz 1500 bilan topshirgansiz. Ha, shunday. Zo'r. Sevara bizani onlayn o'quvchimiz, ya'ni onlaynda 1 oy o'qigansiz va 1400 ballingizni 1500 ga ko'targansiz. Ustozlaringiz Yoqubjon aka bo'lganlar va Kamoliddin teacher o'zlar. Xo'p, Sevara, qarang, Buxoroda maktabda o'qiganman dedingiz. Nechinchi sinfda Toshkentga keldingiz? Qachon keldingiz Toshkentga? Toshkentga faqat SAT tayyorlanish uchun maktabdan keyin kelganman. 11-sinf tugatib kelgansiz. Undan oldin o'zim onlayn ham tayyorlanib ko'rganman, keyin self study ham qilganman. Lekin o'sha paytlar, biz tayyorlanayotgan paytlarda hali SAT Buxorogacha yetib bormagandi. Buxoroni ham uzoqroq, shahardan ham uzoqroq joydan kelganman. Demak siz Buxoroda IELTS oldingiz, keyin SAT ga Toshkentga keldingiz tayyorlanishga. Shunday. Zo'r. SAT haqida sizga kim aytdi, qayerdan eshitdingiz? Internetda ko'rib o'rganganman SATni. Keyinchalik o'sha matematika ustozimiz aytgan, SATning matematikasini o'qinglar, o'rganinglar deb. Shu orqali SATga kirib kelganman va o'sha yillari biz 11-sinfda bo'lgan paytimizda O'zbekistondagi bir qancha o'quvchilar top universitetlarga 100% grant asosida qabul qilinishgan. Va shular orqali ulardan motivatsiya bo'lib, men ham tayyorlanishga bel bog'laganman. Gap year olishimga sabab bizdan avval ham o'sha 2 yil, 1 yil yoki bo'lmasa
hatto 3 yil davomida gap yer olib ham yuqori darajadagi universitetlarga kirgan o'quvchilar sababli men ham shunga harakat qilganman olishga. Tushunarli. Hozir bizani ota-onalar ko'rishi mumkin va SATga endi kirayotganlar ko'rishi mumkin. Shuning uchun gap year nima degani o'shani qisqacha aytib bersak, gap year bu siz agar maktabni tugatadigan bo'lsangiz, yana 1 yil davomida o'zingiz ustingizda ishlab, SAT olib yoki IELTS olib o'qib, 1 yil davomida maktabdan keyin yana 1 yil olishingiz, ya'ni tanaffus desak bo'ladi buni, akademik tanaffus. Ya'ni 1 yil davomida o'sha misol uchun maktabni 2021-yil tugatayotgan bo'lsangiz, lekin siz o'qishga 2022 topshirsangiz, bu degani 1 yil gap year oldingiz degani. Ko'rib turibsizlar, misol uchun ko'pchilik aytishadi, maktabni tugatishi bilan sразу topshirish kerak yoki 9-sinfman o'sha kech qoldim. Chunki hozir bizni reklamalarimizda ko'pchilik aytayotibmizda 8-sinfda boshlash kerak. Misol uchun Garvardga kirgan o'quvchilarimiz aytishdi, o'sha 8-sinfda boshlaganman, misol uchun. Ko'pchilik top universitetga kirgan bolalardan eshityapmiz, 8da boshlaganman deyishyapti-da, voqali boshlashga. Lekin Sevarani keysida ko'rishingiz mumkin. Sevara 9-sinfda boshlab turib ham ulgurgan 2 yil gap year olgani uchun. Demak, gap year unchalik qo'rqinchli narsa emas ekan. Bu yil sanab o'tishim mumkin. 5 dan ortiq, kamida 5 ta 2 yil davomida gap year olgan bolalar dunyo top universitetlariga O'zbekistondan qabul qilinganlar. Misol uchun NYU Abu Dhabi, Vanderbilt and Vanderbilt bola ham xuddi University of Pennsylvaniaga kirgan qiz ham 2 yil gap year olganlar. Ya'ni bu qo'rqinchli narsa emas. Siz asosiy maqsad bu gap yearni bekor o'tkazib yubormaslik va agar o'sha admission officerlarga to'g'ri ko'rsatib bera olsa va sababini to'g'ri ko'rsatib bera olsa, o'sha advantage sifatida, ya'ni sizni o'zingizga plus sifatida ham ishlash mumkin gap year olish. Tushunarli, zo'r. Buni ertaga baribir chiroyli ko'rsatib berish ham kerak. Ya'ni gap year oldim degani o'sha 1 yil vaqtim bor, demak yarim yil o'ynasam yoki yarim yil ishlasam, qolgan yarim yilda o'qiyman deyish kerak emas ekan. Demak 1 yil davomida o'sha gap year olganga yarasha bosib o'qish kerak. 100% plan qilib, yilni avvaldan plan qilib, o'sha chunki sizdan so'raladi, gap yearing davomida nima ishlar amalga oshirding deb. Agar o'sha kandidat o'zini 11-sinfida bilan gap yeardan keyingi bir xil ahvolda bo'ladigan bo'lsa, u bunga minus sifatida ham ishlashi mumkin. Shuning uchun ham iloji boricha 100% o'sha gap yeardan foydalanish kerak deb o'ylayman. Tushunarli. Demak siz 11 tugatganingizda faqatgina IELTS'ingiz bo'lgan, SAT'ingiz bo'lmagan. SAT va umuman college application haqida information bo'lmagan. Deyarli bizni maktabimizda doimiy ingliz tili o'qituvchi bo'lmagan. Men eslayman, olimpiada yoki bilimlar bellashuviga o'zim borib kelardim. Misol uchun va o'sha paytlari tumanimizda ham IELTS yoki bo'lmasa shunaqa hali SAT emas, IELTSga ham даже professional, hatto o'shanaqa professional ustozlar bo'lmagan sababli Buxoroga, shaharga keyinchalik Toshkentga kelishga majbur bo'lgan. Demak, SAT u yoqda tursin, IELTS u yoqda tursin, sizlarda ingliz tili ustoz bo'lmagan. Shunday, sizlarni o'qitadigan ingliz tili ustoz bo'lmagan. Doimiy ravishda bo'ladigan ustozimiz bo'lmagan. Kimdan o'rgangansiz uni ingliz tilini? 5-sinflikdan bilimlar bellashuvi bo'lardi bizning davrimizda va o'sha paytlar kitoblarni orqasidagi lug'atlarni o'qib o'shandan self study bo'yicha ko'p anaqa qilib kelganman. Har yili self study qilishga harakat qilganman. IELTSni o'ziga ham self study qilganman. Tushunarli. Xo'p, maktab davringizga qaytadigan bo'lsak, aytasiz, anaqaga chiqqanman olimpiadalarga deb. Nechinchi o'rinlar? Qayerda? Qanaqa bo'lgan? Tumanda 1-2 o'rinlarni va viloyatda 5 talikka kirganman. Viloyat bosqichlarida. Zo'r. Demak, maktabda yutdingiz, tumanda 1-2 o'rin, tumandan keyin viloyatga chiqdingiz. Zo'r, malades. Demak, bu narsalar ham sizga plusga ishlagan ancha. Ha, albatta. Chunki Common App'da sizda honors section bo'ladi, ya'ni hujjat topshirayotganingizda qanaqadir yutuqlaringiz bormi, akademik yutuqlaringiz bormi? Shu akademik yutuqlarga mana shu ingliz tili olimpiadalarida yoki bo'lmasa qanaqadir fan olimpiadalarida qatnashgan bo'lsangiz, u katta plus bo'lib ishlaydi. Tushunarli. Demak, hozir oddiy maktabda, viloyatdagi maktablarda bizani ko'rib turgan o'quvchilar, sizlar Toshkentga kelib yoki boshqa shaharga borib, qanaqadir ko'rgazmalargadir yoki qanaqadir ko'rgazmalar yaratishingiz shart emas ekan. Demak, o'zingizning maktabingizda olimpiadani o'zini qatnashib, o'shanda yaxshi rezultat ko'rsatsa bo'ldi. Shu yetar ekan. Bo'ladi.
Va asosiy maqsad bu yoqda qanaqadir bir yuqori darajaga erishish emas, o'zligida bor resurslardan 100% foydalanish. Misol uchun, agar sizga 10% shans berilgan bo'lsa, shuni to'liq foydalana olsangiz va uni to'g'ri ko'rsatib bera olsangiz, bu yoqda to'g'ri ko'rsatib berish juda ham muhim. To'g'ri ko'rsatib bera olsangiz, admission officerlar sizni tushunishadi va ular resourceful, ya'ni imkoniyatlarini to'liq foydalangan o'quvchilarni yaxshi ko'rishadi. Tushunarli. Maktabda o'qiyapsiz, xo'p. Ota-onangizga qanaqa qilib tushuntirdingiz Toshkentda SAT borligini? Ota-onangiz qanaqa qilib sizni Toshkentga qo'yib yuborishdi? Siz o'zingiz kelganmisiz yo ota-onangiz bilanmi? Yo'q, o'zim O'zingiz kelganman. kelgansiz. IELTS o'qiyotgan paytimda bizda hali 3 yil desam bo'ladi, 3 yil avval 7 ball olish o'zi menimcha Toshkentda ham qiyin bo'lgan va o'sha payt olganimdan keyin ota-onam, ayniqsa onamlar ishonganlar. Olishing kerak va ketasan deb. Bitta onam meni qiz bola bo'lishimga qaramasdan doim qo'llab-quvvatlab kelganlar va o'sha SATni ham o'zlari misol uchun umuman ingliz tilini bilmasalar ham SAT nimaligini, IELTSni ichidagi sectionlar nimaligini yaxshi biladilar. Shu bizani support qilish maqsadida. Zo'r. Xo'p, keldingiz Toshkentga SAT oldingiz va universitetga hujjat topshirish boshladingiz. Sizga yordam berishdi hujjat topshirish bo'yicha. O'zingiz topshirmagansiz. O'sha insholarni yozish bo'yicha yordam olganman. Va faqatgina Amerikadan tashqari NYU Abu Dhabiga topshirganman. Qolgan hamma universitetlarim Amerikani o'zida bo'lishgan. Qaysi universitetlar? Small Liberal Arts College'larga topshirganman. Misol uchun Colby, Pomona, Bowdoin College, Middlebury, Kenyon va shunga o'xshagan Liberal Arts College'ga topshirganman. Ammo bizani decisionimiz, ya'ni javobimiz 15 fevralda kelganligi sababli ED, ya'ni Early Decision topshirganman NYU Abu Dhabiga. Va u yerdan qabul qilinganimizda kontrakt berilgan. Biza boshqa universitetlardan applicationlarimizni, hujjatlarimizni qaytarib olishimiz to'g'risida. Shuning uchun ularning javobi haqida hech narsa bilmaymiz. O'tgan videoda, misol uchun o'tgan podkastimizda ko'rgan bo'lsanglar, early decision o'zi nima degan mavzu haqida gaplashganmiz va u yoqda hozir aytganlaridek, siz early decisionda universitetga topshirasiz va o'sha universitetga qabul qilinadigan bo'lsangiz, qolgan topshirgan universitetlaringiz o'sha sraz отказ bo'lib ketadi. Shunday. Misol uchun mana Sevara NYUni Abu Dhabidagi filialiga topshirganlar va boshqa universitet, ya'ni Colbyga, boshqa universitetlarga topshirganlari Abu Dhabiga kirganlari uchun o'sha u yoqni отказ berib yuborganlar va u yoqni javoblarini ham bilmaydilar. Nimaga faqatgina NYU Abu Dhabiga? Birinchi sababi bu Amerikadan tashqaridagi Amerikani o'qish tizimini bera oladigan islomiy davlatda joylashgan va eng safe country hisoblanadi, ya'ni United Arab Emirates. Ayniqsa qizlar uchun juda ham yaxshi variant deb o'ylayman. Va undan tashqari NYU Abu Dhabi o'zining diversitysi bilan mashhur. Ya'ni biz Candidate Weekend degan programmaga borib kelganmiz. U haqida qisqacha ma'lumot berib o'taman. Candidate Weekend bu NYU Abu Dhabiga kirishning ikkinchi bosqichi hisoblanadi. Ya'ni biz Common App'dan hujjat topshirganimizdan so'ng selected applicants, ya'ni juda ham kam insonlarga candidate invite keladi. Bu degani siz 3 kun davomida Abu Dhabiga 100%lik qoplangan scholarship asosida borib kelasiz va o'sha event davomida bizda intervyular, universitet bilan tanishish va shunga o'xshagan eventlar bo'ladi. Candidate Weekendga borib kelgan paytimizda bu universitetni ko'rganmanki, nechtadir semestr tashqarida o'qish, misol uchun New Yorkda yoki Shanxayda o'qish imkoniyatlari beriladi va undan tashqari bizda dunyoning deyarli hamma mamlakatlaridan o'quvchilar kelgan, hattoki orollardan o'quvchilar kelgan va biz buni hayron qolganmiz. O'sha ba'zi davlatlarning ismlarini faqat ular o'quvchilar kelgandan keyin, o'sha applikantlar kelgandan keyin eshitganmiz. Demak, u yoqda o'sha aytganingizdek diversity juda ham kuchli. Va undan tashqari Amerikadagi o'sha tizimni bera oladigan islomiy davlatda joylashgan universitet. Bu weekendingizga men o'zingiz to'lagansiz deb o'ylayman. Даже bu ham to'lab berilgan. Shunaqa to'lab beriladi. Tiketlar, flight tiketlar, mehmonxona hammalariga o'zlari qoplab berishadi. Ancha ko'p, pul ko'p-da Dubayda.
Demak, sizga to'lab berishdi, bordingiz. O'zbekistonda necha kishi bordi bu narsaga, siz bildingizmi? Early Decision 2 ya'ni ikkinchi bosqichda 7 ta o'zbekistonlik qabul qilingan Hmm. va o'sha Envoy Abu Dhabini o'ziga va keyinchalik o'sha 7 ta o'quvchi ham qabul qilingan. Ha, 7 ta o'quvchi weekendga borgan Abu Dhabiga, o'sha intervyularga va hammasi qabul qilingan. Ha. Candidate Weekendga bormasdan turib qabul qilina olmaysiz. Hmm. Lekin Candidate Weekendga borsangiz ham qabul qilinishingizni garantiya bermaydi. Bu Candidate Weekend man birinchi marta eshityapman sizdan. Bu boshqa universitetlarda, misol uchun, Colby'ga bora olmaysiz. Da. Amerikada. Bu faqatgina Abu Dhabida bormi? Da. NYU Abu Dhabida bor. Bilishim bo'yicha faqatgina dunyo bo'yicha o'zi mana shunaqa Candidate Weekend qiladigan yagona universitet Envoy Abu Dhabi. Zo'r. Keyin bitta narsa so'ramanmiz. Nima yo'nalishga topshirdingiz? U yerga Education Interactive Media yo'nalishi bo'yicha topshirganman va o'sha Envoy Abu Dhabini yana bitta yaxshi tomonlaridan bittasi, sizni o'sha majoringiz bo'lmasa ham siz uni NYU New York, ya'ni New Yorkni kampusida ham o'qib kela olasiz, o'sha kerakli bo'lgan kurslarni. Demak, Education in Media Sphere bu qanaqa? Misol uchun, mediaga bog'liqmi? Texnologiyalarni education ya'ni ta'lim sohasida ishlatish va qo'llab-quvvatlash. Chunki men o'zim chekka joydan bo'lganim sababli ko'plab extracurricular activity'larim ham shunga doir bo'lgan va biz ko'proq educationni oshirish va unga texnologiyalar orasida, misol uchun, platformalar, o'qishni orttiradigan, misol uchun, Khan Academy yoki shunga o'xshagan, Courseraga o'xshagan platformalarni bolalarga o'rgatish, ularni qanday foydalanishini o'rgatish ham hattoki muammo bo'lgan. Misol uchun, qishloq sharoitida ko'plab o'sha extracurricular activity'larim shunga doirligi sababli shu yo'nalish bo'yicha topshirganman. Zo'r. Va nechta semestr siz NYUni New Yorkdagi kampusiga borib o'qib kela olasiz? Bilishim bo'yicha, xato bo'lishi ham mumkin, lekin bilishim bo'yicha 3 ta semestr boshqa kampuslarda, ya'ni asosiy kampuslar Shanxayda joylashgan va Nyu-Yorkda joylashgan va undan tashqari 10 dan ortiq davlatlarda qo'shimcha kampuslar joylashgan. Ularda 3 haftalik, 7 haftalik kurslar olishingiz ham mumkin va eng quvonarlisi, ularga ham hech qanaqa pul to'lamaysiz va hammasi o'sha universitet tomonidan qoplab beriladi. Zo'r. Demak, siz 3 ta semestr bu degani 1,5 yil 1,5 yil. New Yorkka borib bemalol o'qiy olasiz. Shunaqa. Viza muammo bo'lmaydi. Yo'q, menimcha viza muammo bo'lmaydi. Chunki hozir bizga hammasi universitetni o'zlari topshirib qilib berishadi. Zo'r, tushunarli. Keling, endi grantingiz haqida qisqacha gaplashsak. Nech pullik grant yutdingiz va bu hamma narsani qoplaydimi? 340 ming, 4 yil davomida 340 ming miqdorida grant berilgan. Buning ichida, ya'ni tuition, ya'ni 65 mingga yaqin tuitionni qoplab berishadi va undan tashqari yotoqxona, transport, ya'ni borish-kelish va ovqat, health insurance va undan tashqari kitoblar va shunga o'xshagan mayda xarajatlaringizga alohida pul ajratiladi va ulardan ham tashqari o'zingizni mayda xarajatlaringiz uchun ham yiliga $2300 atrofida pul beriladi. Qo'lingizga beriladi. Ha, demak, kitoblaringizdan tashqari, yeb-ich meal planingizdan tashqari siz yana qo'lingizga berishadi. Qo'limizga pul berishadi. Bir yilga 2300 atrofida beriladi. Zo'r. Va siz nech pul to'lashingiz kerak NYUga? NYUga 1 yil davomida $1400 miqdorida family contribution to'lashimiz kerak. Lekin aytib o'tganimdek, bizga o'zlari pul berishadi va xohlasak mana shu pulni o'zidan ham to'lab yuborsak bo'ladi. Bu degani deyarli umuman xarajat qilmaymiz degani. Da, zo'r. Lekin misol uchun nimaga bu 1400 to'lashingiz kerak? Ular, misol uchun, CSS profile degan hujjat bor. Ya'ni oilaviy oyliklar, qanaqadir uy yoki mashina yoki shunga o'xshagan hamma finansiviy jihatdan sharoitingizni yozib tushuntirib berasiz va ular ko'rib chiqishadi va yillik ota-ona o'sha farzandiga qancha pul ajrata olsa, shundan kelib chiqqan holatda o'quvchilarga grant yoki o'sha family contribution qoldirishadi. Shunga 1400 to'lashingiz kerak. Почти narxo'zi kontrakti bilan bir xil ekan. Baribir, misol uchun buni to'lamaysiz, chunki o'zini berayotgan puli bor, o'shani o'zimdan shuni olib, yana o'ziga qaytarib berasiz. O'ziga qaytarib bersangiz bo'ladi. Da, zo'r. Bu qaytarib berganingizda ham sizga baribir pul qoladi.
И tushundim. plus u yoqda turar joyingiz, yeb ichishlaringiz, даже universitetda kampusidan universitetni o'ziga borish, transport anaqalaringizgacha Ha, qoplangan hamma narsasi. O'zbekistondan u yoqqa borish ham qoplab berilgan. O'zbekistondan Abu Dabi biletlar ham qoplangan. Qoplab berilgan va eng anaqa jihati borki, $3000 atrofida pul ajratilgan faqatgina mana shu borib kelishimiz uchun 1 yil davomida. Degani, misol uchun Abu Dabi unchalik uzoq bo'lmagani uchun Da, $100 ga borsa bo'ladi hozir. shunaqa Wizz Air orqali $100 ga borsa bo'ladi. Demak, siz bemalol Uzerways'ni o'sha anaqa VIP klassda uchirsangiz bo'lar ekanda. shunaqa desa Pulingiz bo'ladi. yetarkan VIP klassga. Yana bitta sizga o'sha zo'r tarafi, даже sizga emas, ota-onangizga zo'r tarafi, xohlagan paytliga shundan biletni olib 1 soat ichida ketursa bo'lar ekanda. Siz oldingizga, misol uchun sog'inib qolishsa, "Bo'ldi qizim, ertaga boryapman." Chunki Abu Dabiga O'zbekistondan 4 3 soatlik soat, yo'l, 3 3 soatlik soatlik yo'l. yo'l. Ha. Bu tipa Toshkent, Samarqandga borishdan ham yaqinda. Shunaqa. Uyingizda eshitgandan keyin nima deyishdi? Oyingizlar, adangizlar? O'zi qattiq ochdingiz buni? O'zi to'g'risini aytsam, judayam qiyin bo'lgan application processga kirganlar, reject olgan, judayam yaxshi, misol uchun akademik jihatdan judayam yaxshi applikantlar ham reject olishgan. O'zim ham reject kutgandim boshida va shu candidate weekendga borganingizda 60-70% kirish shansingiz bo'ladi. Lekin shunda ham kimlardir waitlist bo'lishi mumkin yoki rejection bo'lishi mumkin. Va undan tashqari man o'zi aslida family contributionga $5000 yozganman. Qo'rqqanimdan boshida misol uchun agar to'lab berisha olmasa $5000 yozaman deb. Lekin birinchi ochganimda xursand bo'lmaganman. Hali anaqa financial aid'ni ochmasimdan oldin va kechqurun soat 2 da chiqqan. O'zi decision'ni ochganman, kirganini bilganman. Qayerda edingiz u payt? Uyimda edim, uxlayotganmiz. Shundoq o'zimizni guruhimizda bolalar kirganlarini aytishgan va men ochganman, lekin xursand bo'lmaganman. To'g'risini aytsam, hech qanaqa reaksiya bo'lmagan. Keyin financial aid'ni bir 15-20 minutdan keyin ochganman. Qo'rqqanman, chunki financial aid kam berib qo'ysa, agar mabodo o'qiy olmaymiz deb o'ylaganman-da. Financial aid'ni ko'rganimdan keyin to'lay olamiz, juda ham kam contribution qolgan. Keyin onamlarga aytganman, "Onam, kirdim." deganman. Unaqa, lekin reaction video olmaganman. Chunki kirmayman deb o'ylaganman ko'p holatlarda. Tushunarli. Keyin aytdingiz, misol uchun, siz do'stlaringiz ham bor, xuddi shu NY Abu Dabiga topshirgan. Do'stlaringiz contribution 10,000 yozishgan va ularga 0 bergan. O'sha aytganimdek, ular birinchi contributionga qaramasdan hamma, misol uchun, uylarni narxini, mashinalar narxi bo'lishi mumkin yoki bo'lmasa ota-onani oyligiga dan kelib chiqib, keyin o'zlari belgilab, keyin family contributionga qaragan bo'lishlari mumkin. Shunaqa deb o'qishga kirganimizdan keyin aytib berishgan, o'sha webinar qilib. Tushunarli. Demak, nech pul yozishdan qat'iy nazar, ular o'zi ko'rib chiqadi. O'zlari ko'rib chiqishadi va o'shanga qarab berishadi. Misol uchun, agar meni sharoitim yomon bo'lganda, menga ham misol uchun, agar sharoitim 1400 to'lashga yetmasa, o'shani ham 0 qilib berishligi mumkin. Tushunarli. Keyin shu family contribution haqida ham bitta aytib bersangiz, misol uchun, bu alohida reels qilib ham qo'yib yuboramiz. Nima o'zi bu? Nimaga buni yozish kerak? Family contribution siz universitetga ota-onangiz tomonidan to'lanadigan mablag' hisoblanadi. Misol uchun, agar 4 yil davomida sizga 340,000 yoki $350,000 universitet ajratadigan bo'lsa, qanchadir miqdorda ota-onangiz ham ajratishi kerak. Agar ajrata olishmasa, universitetlar sizga family contribution berishmaydi. Agar misol uchun $1000 yoki bo'lmasa $2000 atrofida ajrata olishsa, siz shunday deb yozishingiz kerak va sizga shuncha family contribution, ya'ni qaysidir bir, misol uchun, roomga to'lash kerak bo'ladimi yoki ovqatga to'lash kerak bo'ladimi, shundan ozgina qoldirishadi, buni ota-onangiz to'lab beradi. Bu eng asosiy jihati, agar ota-onangiz to'lashi olsagina bu miqdor beriladi. Agar to'lasha olishmasa, bu family contribution 0 ga teng bo'ladi. Demak, family contribution 0 qilib yozsa ham bo'ladi. Agar to'lay olmasa, misol uchun $500 yoki kimdir $500 yozgan bo'lishi, kimdir $100 yozgan bo'lishi mumkin. Lekin eshitmaganman o'zim family contribution 0 yozganlarni, lekin ko'plar family contribution 0 olishadi. Tushunarli. Demak 500,000 bo'lsa ham yozib qo'yish kerak. Yozish kerak deb o'ylayman, chunki unaqa keys hali eshitmaganman. Zo'r, tushunarli.
Endi O'zbekistondan o'zi bu yil sizni universitetingizga nechta bola ketyapti? Nechta odam kirdi? Hozircha 12 ta o'quvchi qabul qilingan, ammo hali hammam enroll qilgani haqida ma'lumotimiz yo'q va taxminan 10 ta o'quvchi kutyapmiz enroll qilinishini Hmm. NY Abu Dhabiga. Demak, bu yil O'zbekistondan sentyabr oyida NYU Abu Dhabiga 10 kishi ketadi. 10 Misol. kishi ketadi taxminan. Yana do'stlaringiz bormi birga ketadigan? Ko'pchiligi prezident maktablaridan, Hmm. ikkita man Early Decision 2 Candidate Weekendga bilishim bo'yicha 3 ta qiz borganmiz va ikkita o'rtog'im, bittalari Samarqand prezident maktabidan va bittalari Toshkent prezident maktabidan bo'lishgan Hmm. va e'tibor berganmanki, ko'pincha holatlarda o'sha qabul qilingan yoki ketayotgan o'quvchilar prezident maktablari yoki bo'lmasa private, ya'ni xususiy maktablar yoki bo'lmasa Toshkentdagi ko'plab maktablardan bo'lgan. Lekin oddiy maktablardan ham oldin aytib o'tgandek resurslaringizni 100% foydalana olsangiz, ketishni iloji bor deb o'ylayman. Hmm. Demak, prezident maktabida bolalari ketyapti degani, faqatgina prezident maktabini bolalari ketadi degani emas. O'sha Farg'onani o'sha chekka qishlog'idagi maktabda o'qiydigan o'quvchilar ham ketsa bo'ladi. Ketsa bo'ladi, albatta. Xo'p, keling Sevara, endi misol uchun universitetga nimalar berganingiz haqida gaplashamiz. IELTS topshirdingiz 7,5, SAT berdingiz 1500. Yana nima qo'shdingiz? Extracurricular nimalar bo'ldi? Extracurricular activity'lar o'zimni resurslarimdan kelib chiqqan holatda qilganman. Chekka joyda bo'lganim sababli, misol uchun bizda klublar yoki bo'lmasa unga o'xshagan narsalar common bo'lmagan. Misol uchun maktabdan tashqari mashg'ulotlar umuman bizda ommalashmagan. Lekin shunga qaramasdan yozda va yozdan keyin o'sha bizda yoshlar ishlar Olot tumanidaman va o'sha tumandagi yoshlar ishlari agentligi tomonidan o'sha ular bilan kelishgan holatda ulardan xona olib bolalarga ingliz tilini va ingliz tilidan tashqari STEM fanlarini inglizcha o'tishni plan qilib proyekt qilganmiz va o'zimga o'xshagan faqat ingliz tilini bilsa ham do'stlarim bo'lgan va ular bilan biz qishloqdagi yoki chekka hududlardagi bolalarni yig'ib ularga inglizcha darslar o'tganmiz. Undan tashqari onlayn programmalar bo'lgan. Onlayn programmalardan bittasi Veritas AI. Bu programma Garvardni bitiruvchilar tomonidan tashkil qilingan va turli xil yuqori darajadagi top universitetlardan mentorlar dars berishadi va meni mentorlarim Kolumbiya universiteti va Oksford universitetlaridan bo'lishgan. Ular PhD o'quvchilar bo'lishgan va bizlar o'sha ular bilan 10 hafta davomida ishlaganmiz proyektlar ustida. Undan tashqari bitta tomoni bor. Extracurricular activity deganda ko'plar faqatgina akademik sohadagi narsalarni tushunishadi. Family responsibility degan alohida extracurricular activity bor. Ya'ni siz juda ko'p vaqt davomida qandaydir maktabdan tashqari birorta oilangizga yordam berishingiz kerak bo'lsa va u sizni ko'p vaqtingizni olgan bo'lsa va ko'p energiyangizni olgan bo'lsa, bu ham extracurricular activity sifatida qo'shilishi mumkin. O'zim extracurricular activityga farmingni ham kiritganman. Ya'ni bizda qishloqlarda farming bo'yicha juda ham ko'p vaqt sarflanadi va o'zim ham ko'p vaqt sarflaganman. Va o'shani ham deb o'ylayman, boshqa o'quvchilardan misol uchun juda ko'p applikantlar mendek misol proyektlar bo'lishi mumkin, lekin bu oxirgi proyektlar misol uchun farming yoki shunga o'xshagan misol birorta elderly kasal buvinggiz bo'lishi mumkin, kasal insoningizga qarasangiz va juda ko'p o'sha davomida vaqt sarflasangiz kiritishingiz mumkin va bular admission officerlar tomonidan qadrlanadi. Ya'ni ular sizni mature, ya'ni yetilgan inson sifatida ko'rsatib bera oladi. Va o'sha narsani kiritganman. Demak, adezlar misol uchun adashmasam dehqonlar va adezlarga dehqonchilikda yordam berish ham bu extracurricularga kiradi. Adam dehqon emaslar, lekin qishloqlarda kasbdan tashqari o'sha dehqonchilik qilinadi va o'sha yozlarda misol uchun akademik yil bo'lmagan paytlarda bizlar o'sha yerda yordam berganmiz.
Demak, buvisiga qarash yoki dehqonchilikka qarashish, fermalarga qarashish ham ekstrakurikularga kiradi. kiradi va uni to'g'ri yetkazib bera olsangiz, u ham kuchli extracurricular bo'lishi mumkin. Chunki extracurricular activity maktabdan tashqarigi mashg'ulotlar. Ya'ni har qanday mashg'ulot bo'lishi mumkin. Faqatgina bu narsada impact, ya'ni kimgadir foyda bergan bo'lishingiz kerak. Misol uchun, u narsani siz o'zingiz xohlab tanlamaysiz, u responsibility bo'lib keladi sizga. Lekin o'shani olib turib, shu orqali, shu yo'nalishda ham o'zingiz akademik jihatdan yaxshi GPA saqlay olsangiz va activity'lar qila olsangiz, uni qadrlashadi juda ham. Demak, uyda ota-onasiga qarash ham bu ekstrakurikular. Extracurricular activity'ga kiradi. Zo'r. Bundan oldin aytganingiz nimadir AI dedingiz? Veritas AI. Veritas AI. Bunda kurs olgansiz. Mhm. Kolumbiyadan Oxford bitirganlar sizga onlayn formatda kurs o'tishgan. Shunday. Ular ham admission prosesida yordam berilgan. Yordam beradi, chunki bu juda ham selective program hisoblanadi. Ya'ni Uni nechi pulga olgansiz? uni $2000 turgan o'zi aslida va bizni guruhimizda eslashim bo'yicha 8 ta odam qabul qilingan. Unga ham xuddi universitetga topshirgandek hujjat topshiriladi va hujjatdan tanlab o'quvchilar olinadi. Menga 100% grant berishgan, $2000 to'lamaganman. Lekin bir marta yodimda qaraganmanki, boshqa davlatlardan, misol uchun Hindiston, Amerika yoki Angliyadan bolalar bo'lgan va 7 ta o'g'il bola va bitta men bo'lganman. Bir marta ustozimizni o'sha ochilib qolgan, screen recording qilayotganlarda ochilib qolganda, hammaligini ro'yxatda to'langan deyilganda, menda to'lanmagan scholarship deb yozib qo'yilgan. Demak, siz scholarshipga kirganingiz hamma ko'rgan o'sha payt. O'sha payt scholarshipda ko'rib qolishgan. Bu uyaladigan narsa emas, bu qaytanga maqtanadigan narsa. Chunki $2000 to'layotgan paytda siz to'lamayapsiz-da. Endi to'g'risini ayting, Abu Dhabiga borishingiz tekinga tushyapti, $2000 kursingiz tekinga tushyapti, IELTS self study qilyapsiz. Nimaga pul ishlatdingiz? NYU Abu Dhabiga kirishingiz uchun sizda necha pul rasxod ketdi? Nimalarga pul ishlatgansiz o'zi? Hamma narsa tekin. Yo'q, tekin bo'lmagan. Misol uchun Toshkentda yashashni o'zi juda ham qiyin bo'lgan va mendan tashqari 2 ta singlim va bitta ukam bor. Ota-onam ularni ham qo'llab-quvvatlashligi uchun, hammamizni qo'llab-quvvatlash ularga qiyinchilik bo'ladi. Shuning uchun iloji boricha o'zimdagi resurslarni foydalanishga harakat qilganman. Endi menimcha $1,500 dan kam ketgan deb o'ylayman. SATga, umumiy protsessga. plus admission kursga. Admission kurslarini o'ziga ko'pincha bepul narsalardan foydalanganman. Uni bitta yaxshi tomoni, internetda juda ham ko'p bepul va sizga kerakli narsalar ko'p. O'shani topib olish va to'g'ri yo'nalishda topib olsangiz, keyinchalik yordam olsangiz, bu o'sha o'zingizdagi resursni maksimum foydalanish bo'ladi. Ya'ni siz vaqtingizni internetda topa oladigan narsalarga pul to'lab sarflamaysiz-da, o'zingizga ayni kerakli bo'ladigan, misol uchun essaylarni ko'rib berish yoki ularga qanaqadir feedbacklar berishni sotib olsangiz bo'ladi va undan tashqari hamma ishni o'zingiz qidirish orqali, faqatgina Google yoki ChatGPT dan qidirish orqali amalga oshirsa bo'ladi. Demak, izlagan imkon topar degandek, Buxorodagi oddiy bir maktabda o'qib, $1,500 ga NYU Abu Dhabiga $320,000 grant yutgan Sevara siz bo'lasiz. Ustozim aytganlar, bizda shu darajada discouragement bo'lganki, misol uchun men chet elga o'qishga kiraman deb eslimda 10-sinfda aytganman, lekin hech kim ishonmagan bu narsaga. O'zimda hali birorta bilim bo'lmagan sababli kirishimni aytganman, lekin ustozim aytganda, sani ota-onangni kartasida $10,000 puli bormi deganda, yo'q deganman. Uni sen kira olmaysan deganlar. Senga tipa IELTS 6 bo'ladi, o'shani o'qishing kerak va kirishing kerak anaqaga. Misol uchun yuridikaga yoki sharqshunoslikka kirishing kerak deb aytishgan. Maktabda ustozlari shunaqa degan sizga. Shunaqa ko'pincha discouragement bo'lgan bizda. Chunki bizani maktabimizda eslayman, hali IELTS olgan o'quvchilar yo'q edi umuman va bunaqa chetga topshirishni umuman hech kim eshitmagandi deyarli. Demak, maktabdagi ustozlaringiz sizni support qilish o'rniga discouragement bo'lgan ko'pam.
Puling yo'q, nima qilasan, qanaqa qilib borasan? To'g'ri, pul yo'q deb muammo qilishgan va oilamizda ham bunday odamlar bo'lmagani sababli ko'plar hech kim ishonmagan. Hattoki misol uchun yaqin qarindoshlarim ham ishonmaganlar, lekin onam ishonganlar. O'tgan yili o'rganib, protsessni o'rganganimdan keyin bilganman, NY Abu Dhabini qabul qilish darajasi 3%. Ya'ni judayam kam. Da. O'zim ham ishonmaganman keyin, lekin onam ishonganlar, aytganlar sen kirasan. San SATni 1500 olasan deganlar. O'shanda ham aytganlar. Ona bilmasa gapirmayding. Keyin kirishimni ham bilganlar. O'sha scholarshipimni ham даже aytganlar 5000 chiqmaydi, kamroq chiqishi kerak, men ishonaman deganlar. Bitta inson yetarli deb o'ylayman, misol uchun sizga ishonadigan va support qiladigan. Butun dunyo sizga qarshi chiqsin, bitta onangizlar turib bersalar bo'ldi, yetadi sizga. Yetadi shuni o'zi menimcha. Zo'r. O'z oyingizlarni ham chaqirsak bo'lar ekan. Podkastga ular ham aytdingiz-ku, IELTS bilanlar, SATni bilanlar, ko'p sectionlarini. SATni misol uchun IELTSda reading, listeninglarni aytib turadilar bizga. Nechta chiqdi deylarmi? Necha chiqqanini har bittasini biladilar. Misol uchun uyimizda shunaqa bo'lganki, oylik o'rtacha bo'lsa ham $1000 kurs olganman va o'sha ovqatga yoki kiyimga yoki shunga o'xshagan ikkinchi darajali narsalarni chekkiga surib turib, birinchi bo'lib kurslarimizga, misol uchun SATga yoki IELTS bo'lmasa ham CNMni misol uchun o'qishiga yoki bo'lsa o'sha college application kurslariga pul ajratilingan. Ovqat yoki shunaqa narsalardan avval birinchi bo'lib. Shunga qarab keyin planlashtirilgan boshqa narsalar. Gap bo'lishi mumkin emas. Mani endi qiz bola narsa nima bor, baribir kimdirga erga tegib ketasan, undan ko'ra narxozga kirib o'qi deydigan ota-onalar ushbu podkastni oxirigacha ko'ringlar. Sizni oyingizlardan menimcha ular o'rganishi kerak ekan ko'p narsalarni. O'sha aytganlarida kerak bo'lsa, aytadi-yu, o'zim kiymasam ham, o'zim yemasam ham senga yediraman, senga kiydiraman deydi ko'pchilik ota-onalar. O'sha narsani oyingizlar qilgan ekanlar sizga. Ha, shunday bo'lgan. Zo'r. Demak, qiz bolaga faqatgina Amerika option emas ekan. Demak, agar siz misol uchun ota-onalar ko'rayotgan bo'lsa, mani qizim Amerikada o'qimaydi, mani qizim Amerikaga borsa bizilib ketadi. Amerika biz qayerdan pul topamiz? Qiz bola narsa aytganimizdek, nima bor chet elda, undan ko'ra bor anaqa o'qishingni o'qi, narxozga kirasan yoki yuridическийga kirasan, unaqa qilasan, baribir erga tegib ketasan deydigan ota-onalar uchun bo'ladi bu podkast. Shuning uchun podkastimizni oxirigacha ko'ring, boshidan oxirigacha. Qiz bola ham $1,500 bilan $320,000 grant yutsa bo'lar ekan va yetmaganiga musulmon davlatga. Shunday. Ya'ni hozir Sevara ketadigan universitet $60 ga bilet olib 3 soatda borib oladigan universitet va unga viza shart emas. Misol uchun agar siz ota-ona bo'ladigan bo'lsangiz, qizingizni Amerikaga ketqizgingiz kelmayaptimi? NYUni Abu Dhabida filiali bor, adashmasam, Shanxayda bor. Ko'p universitetlar bor. Hozir Qatarda 2 ta universitet bor. Da, Qatarda zo'r. Carnegie Mellon, Qatar va Georgetown Qatar. Georgetown bor, Northwestern bor. Biz Qatarga bordik. O'sha narsani ham har doim aytaman ota-onalarga. Qiz bolami? Okey, Amerika emas. Qatar bor, Abu Dhabi bor, Dubay bor. Dubayda yaxshi universitetlar bor. Dubay qimmat, Abu Dhabi qimmat, lekin grant yutsa bo'lar ekan. Ya'ni $1,500 bilan ham grant yutsa bo'lar ekan. Shuning uchun, lekin Sevara misol uchun ko'pchilik bu narsani, mana siz o'zingiz qidirdingiz, topdingiz, free narsalarni-da. Lekin bu narsani ko'pchilik o'zi qidirgisi kelmaydi. Shunga qanaqa ular topishsa bo'ladi? Kimdir yordam beradimi yoki siz qanaqadir O'zbekistondagi mana shu kirgan insonlardan, ekspertlardan oldingizmi u narsalarni yoki qanaqadir veb-sayt bormi? Bizda avvalgi kirganlar, misol uchun bepul marafonlar tugatishgan, ko'p narsalarni bepul topganlar va u sizdan ketadigan yagona narsa bu vaqt. Misol uchun 2028 Class of 28 da kirgan o'quvchilar Gruppalari bor. Gruppalari, kanallari bor va ular o'sha katta marafon qilib berishganda qaysi resurslarni, misol uchun hech kim ham ko'pchilik pul to'lay olmasa, misol shu resurslardan foydalandik deb aytishgan. Va bu avloddan avlodga xuddi yildan yilga o'tib keladi. Bu yil ham bizni klassimiz ham qilishi mumkin. Juda katta audience yig'ib, o'shalarga bepul o'tib berishligi mumkin.
ikkita yo'lingiz bo'ladi. Agar sizda pulingiz bo'lsa, kimdir informatsiyani ulardan so'rab birorta bir shaxsdan olasiz yoki bo'lmasa agar pulingiz bo'lmasa ham o'zingiz qidirib topishingiz mumkin. Buning uchun xohish kerak bo'ladi. Juda katta xohish va vaqt kerak bo'ladi. Demak, hozir top universitetga kirayotgan bolalarni ikkiga bo'ladigan bo'lsak, bittasini puli bor. Normalniy admission kursiga pul to'lab sotib olib qilib berishyapti. Ikkinchisi rostmana o'qiydigan, o'zi research qilib, o'zi qidiradigan sizga o'xshaganlar. Pulingiz bo'lganda ham, misol uchun o'ylamayman kimdir sizga nimadir qilib bera oladi deb. Chunki ko'pincha holatlarda kimdir sizga programma topib berishi mumkin, lekin o'zingiz apply qilasiz. O'zingiz essaylar yozasiz, hujjatlar to'ldirasiz va applicationda ham xuddi shunaqa. Sizga ko'p yordam beriladigan joyi, misol kimdir yordam bersa, shu informatsiyalarni topib berish va o'qish, u informatsiyani qabul qilish o'zingizga bog'liq deb o'ylayman. Va ishonch bilan ayta olaman, deyarli hamma qabul qilinganlar u hard working, haqiqiy o'zini ustida ishlaydigan o'quvchilar deb ayta olaman. Demak, bu yerda pul rol o'ynamaydi. Yo'q. Pul hamma narsani hal qilmaydi. Hamma narsani yordam berishi mumkin, lekin usiz ham eplasa bo'ladi deb o'ylayman. Da. Uni sizni keysingizda ko'rsa bo'ladi. Shunaqa desa ham, mana shunday. Zo'r. Xo'p, Sevarani bu yoqda Instagramlarini chiqarib qo'yamiz. Chunki aytganingizdek, bundan keyingilarga, ya'ni siz shunaqangi menimcha qiynaldingizki, topa olmadingiz. Bu narsa menimcha hammada bo'lsa kerak. Ya'ni o'zi qiynalgan paytda bitta narsaga misol uchun menda shunaqa bo'lganda, ya'ni bizni Amerika, SAT, admission degan narsalarni eshitganmiz, lekin u paytda unaqa ekspertlar bo'lmagan va unaqa pulimiz ham bo'lmaganda. Oddiy Westminster ham oddiy emas, lekin Westminsterga kirib, Westminster o'qib chiqqanmiz va hozir o'sha narsani xohlaymanki, misol uchun nimaga shuncha podkastlar olinyapti yoki boshqa narsalar qilinyapti, men bilmagan narsani qolganlar bilsin. Misol uchun men admissionni bilmayman, misol uchun, chunki menga hech kim o'rgatmagan. O'zim harakat qilib o'rganaman degan paytimda ham chiqmagan narsalar, balki men dangasalik qilgandirman. Lekin men ishonaman, что mendan keyingi, ya'ni ukalarim yoki hozir mana ukalarimga, jiyanlarimga harakat qilyapmiz, hamma narsani o'rgatishga o'zim harakat qilyapman va bu podkastlar, bu hamma narsa bundan keyingi keladigan o'quvchilarga yordam sifatida bo'ladi degan umiddamiz. Shuning uchun Sevaraning Instagramlarini yozib qo'yamiz va Sevarada ham shunaqa narsa bo'lsa kerak, что bundan keyingi anaqa generationga o'zingizni qo'lingizdan kelgancha yordam berish va Sevaraning Instagramlariga follow qilib qo'ysanglar, Instagramda qanaqadir yozishligi mumkin, savollar so'rab qanaqadir sizga Telegramda yozishadi ko'pincha holatlarda va birinchi bo'lib, misol uchun savolni 100% to'liq so'rasalar, o'shanga nisbatan 100% javob berishga harakat qilaman. Chunki har bitta application, har bitta case juda ham boshqacha va bir-biriga o'xshamagan holatda va qancha ko'p ma'lumot berilsa savolda, shuncha ko'p yaxshiroq javob olsa bo'ladi. Va hozir Telegramda so'rashadi, Telegramda javob beraman. Bo'ldi, unda Telegramimizni yozib qo'yar ekanmiz. Bemalol Sevarani Telegramlariga yozaverasizlar. Bu hech qanaqa pulli narsa emas, bepulga konsultatsiya berishlari mumkin. Xo'p, Sevara, menimcha vaqtimiz bo'ldi. Shunga bundan keyin bu universitetga topshirmoqchi bo'lgan, ya'ni bu yil universitetga topshirmoqchi bo'lgan qizlarga yoki bolalarga, ya'ni bundan keyingi generationga takliflaringiz. Asosiy bu narsa 100% energiyangizni va vaqtingizni o'sha narsaga, bitta narsaga ajratish. Misol uchun, college application qilyapsizmi? Haqiqatda har bitta shansingizdan foydalaning va discouragementlar bo'ladi. Misol uchun, men bu universitetga yetarli emasman yoki bo'lmasa qabul qilinarmikanman deb topshirmaguningizcha va rad javobi yoki acceptance letter olmaguningizcha buni bilmaysiz. Shuning uchun harakat qilib 100% resurslaringizdan foydalaning. Men shu narsani Farangiz Murodiydan eshitganman, Stanford Class of 27. Ular aytganlarki, be resourceful, ya'ni resurslardan 100% foydalaning. Va o'tgan yilgacha o'zim shu narsani bilmaganman. Hozir sizga ham aytaman, o'zingizdagi bor resurslardan 100% foydalaning va shuni admission officerlariga to'g'ri ko'rsatib bera olsangiz, sizda ham shans bo'ladi kirishga. Zo'r. Rahmat Sevara kelganingiz uchun va adashmasam siz aytdingiz ukalarim va singlim bor dedingiz. Ular ham harakat qilishyaptimi hozir? Ha, ular
ularni ham уже tayyorlaymiz. O'zimdan keyingi singlim topshiradi, Xudo xohlasa. Va kichkina singlimni hozirdan o'sha mana shunaqa podkastlar bo'ladi-yu, shularni olib berib o'tirtirib ko'rgizyapmiz va o'sha shu o'zbekcha kontentni ko'rgani davomida unga motivatsiya bo'ladi. Keyinchalik bitta ikkita ko'rsatganimizdan keyin o'zi qidiradigan bo'ldi. Hozir o'zi 6-sinfda o'qiydi. Qanaqadir bir befoyda narsalarga vaqt sarflaganidan ko'ra, mana shunaqa narsalarni faqat yo'nalish berganmiz boshda, bu yog'ini o'zlari olib ketishgan, kichkina bo'lishiga qaramasdan. Zo'r. Sevara, xohlasangiz biza sizga kichkinagina sovg'a beramiz. Ya'ni yo'q demasdan podkastimizga kelganingiz uchun, onlayn kursimizni o'qib, shunaqa zo'r yutuqlarga erishganingiz uchun, singlingizga ham, ukangizlarga ham SAT onlayn yoki offlayn kurslarimizni bepul qilib beramiz. Plus bizani admission kursimiz bor. Eshitgan bo'lsangiz, hozir top 5 ta universitetga kirgan 5 ta mentorimiz bor. Ular admission kursi o'tishyapti. Ya'ni ular orasida Harvard bor, Colby bor, UPenn bor, Chicago bor va Cornell bor. Mana shu 5 ta top universitetga kirgan ustozlarimizni guruhiga ham, mentorlik guruhiga ham qo'shib qo'yishimiz mumkin. Ukangizga va singlingizga bizadan sovg'a. Rahmat kattakon shuncha chaqirganinglar uchun va shu o'zbekcha kontent qilib, informatsiya berib, xalqni shu narsa haqida ma'lumot berganinglar uchun sizlarga ham rahmat. Sizga ham rahmat. O'zbekistonlik, buxorolik qiz bo'lib turib, o'sha top universitetlarga kirib va O'zbekistonni ularga tanitayotganingiz uchun sizga ham rahmat. Rahmat kattakon. Charchamang.